To'g'risini aytaymi, labimda 03 gel turibdi, undan boshqa hammasi zavatsiz qo'ydi. Digarxon yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Yoshligimda aktrisa bo'lishni orzu qilganman. Hozir kim bo'lib ishlayapsiz? Hozir stilistman, lekin qisman aktrisalik qilyapman. Baribir niyatimga yetdim. Yurayib tursa bo'ldi, orzuligicha Qolib qolmaydi. ketmaydi, ishoninglar, qolib ketmaydi. Oxirgi marta qimmatbaho nima badarka qildingiz? O'zimgami? O'zingizga, oila a'zolaringizga. O'zimga oxirgi marta tilla oldim. Qimmatbaho emas. Normalniy. Nech pulga? Aytmayman. Qaysi qilgan tanlovingizni to'g'ri deb bilasiz? Juda ham ko'p tanlovlarni to'g'ri qilganman. Buni faqat vohila o'tgandan keyin tushunib yetganman. Bittasini ayta olmayman, juda ham ko'p bo'lgan. Значит, tanlovlarda adashmaysiz. Yo'q, Xudoga shukr adashmadim hali. Ismingiz nima? Musharram. Musharram bo'lib ketishingizga nech pul tiqib yuborgansiz? To'g'risini aytaymi, labimda 03 gel turibdi, undan boshqa hammasi zavatsiz qo'y, toza mahsulot deydi-yu. Bo'ldi, lekin shunga ham afsuslanaman. Nima hayajonlanmoz bo'lgan, hislarni oldida shart gapirdingiz-ku. Yo'q, siz hayajonlantirib qo'yasiz, energiya ta'sir qilyapti menga. Ko'pchilik aytadi, salobatingiz bor ekan. Chunki men odamga o'xshayman, odam shunaqa odam bo'lganlar desam. Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q. Turmush o'rtog'ingiz kambag'al bo'lsa ham turmushga chiqaverasizmi? Ma'naviy kambag'al bo'lmasin. Bo'ldi, uyog'i bo'lib ketaveradi. Harakati bo'lsa, значит, Самый главный harakati bo'lsin. Ani boy bo'lib ertaga 0 ga tushib qolsa, unaqa odam yana 0 dan boshla olmaydi. Harakati bor odam har doim boshla oladi. Yoshlarga maslahat. Xohlagan narsalarga vohliroqdan harakat qilinglar. Hech qachon kech bo'lmaydi. Siz yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Taniganlar aytib ketinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.